Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, talabalar. Bugungi mavzumiz chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer usuli bilan yechish. Demak, chiziqli tenglamalar sistemasi bu bir nechta noma'lumdan va bir nechta tenglamadan iborat bo'lgan sistema bizda chiziqli tenglamalar sistemasi deyiladi. Bu tenglamani Kramer usuli bilan yechamiz. Bizga demak tenglamamizdagi koeffitsiyentlar hamda tenglamamizning javoblari kerak bo'lganligi uchun bularni alohida rangga belgilab oldim. Endi biz birinchi navbatda asosiy determinantimizni hisoblab olishimiz kerak, ya'ni deltani. Buning uchun biz shu tenglamamizdagi noma'lumlarimiz oldidagi koeffitsiyentlardan ustun ko'rinishdagi determinantni demak hosil qilib olamiz. Demak, bunda birinchi ustundagi qizil elementlar x1larimizni oldidagi koeffitsiyentlar, ikkinchi ustundagi ko'k rangdagi elementlar esa x2larni oldidagi koeffitsiyentlar, sariq rangdagi uchinchi ustundagi elementlar esa x3dagi noma'lum oldidagi koeffitsiyentlar. Buni endi oldingi determinantni hisoblash usullaridan hisoblaydigan bo'lsak, demak determinantimizning qiymati 4 chiqdi. Bu 0 dan farqli bo'lganligi sababli, demak tenglamamiz bitta yechimdan iborat bo'ladi. Endi qolgan delta x1, delta x2, delta x3 larni topaylik. Bunda delta x1imizni topganimizda, demak biz birinchi ustunda x1 noma'lumlarni ustunida tenglamamizning javoblarini qo'yib olamiz. Va oldingi usullarda hisoblasak, demak berilgan determinantimizning qiymati 4 ga teng ekanligi kelib chiqdi. x2 hamda x3 larni ham xuddi shunday topib olamiz. Har bitta topayotgan noma'lumimizni o'rnida turgan ustunda turgan elementlarni o'rniga biz o'sha tenglamamizning javoblarini qo'yib chiqamiz. Hisoblashni bajarib, demak x1 hamda x2, x3 larni topsak, 1, 2, -1 kelib chiqdi. Demak tenglamamizning javoblari 1, 2, -1 ga teng ekan. Demak sizlar bilan bugungi mavzumiz shu edi.